Birodar, bir savol beraman sizga. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilmagan narsani bu dunyoda kim biladi? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bu menga bayon qilinmadi. Buni men bilmayman degan narsani kim biladi? Siz bilasizmi? Yo'q. Birodar, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Alloh Rasululloh uchun dunyo va osmonni yaratdi. Shuncha imkoniyat berdi. Bizni Alloh taolo gunohlarimizni kechirdi. Rasulullohga shafoatni noil qildi. Me'rojga chiqardi. Qancha fazilat berdi. Rasululloh bilmagan narsani 2 tiyinlik folbin biladimi? Rasululloh bilmagan narsani hech kim bilmaydi, birodar. O'zingizni ovora qilmang. Rasululloh bilmagan g'ayb ilmini folbin bilar ekanda, birodar. Shu ham ishmi endi? Shu ham endi tushunchami endi? Shunchalik ham biz bugun tubanlashib ketdik.